hali bilishmas ekan bu haqida-da. Men aytdim, sizlarga dedim, sifatli reklama yoqib beraman dedim-da. Lekin narxini indashmadi, narxiga yana qilishmadi, keyin narxini aytaman deb turdim. Yo, farqi yo'q, yoqib bering, ko'ringlar rezultatini, yana boshqa mehmonxonalarga yo'naltirib yuboraman dedim. Muncha yaxshi. Mijozlaringiz yo'g'rilib ketibdi-da. Hozir endi ikkita mehmonxonani anaqasini ochib qo'ydik. Tayyor qilib keldim. Mehmonxonalarga birinchi uznamaymizni yoqamiz, keyin trafik olib kiramiz ularning profiliga, keyin maqsadga yo'naltiramiz. Budjetlarni olasiz hammasini. Xayrli bo'lsin. Ko'rishsin rezultatini. Barakali bo'lsin. bo'lsin. Nima deydi? Filialli mehmonxona ekan-da. O'shanga hamma viloyatlarda bor ekan. Viloyatlarga, Samarqand deyishdi, keyin anaqa Samarqand viloyatiga ham yoqib berasizmi deyishdi. Ha, to'g'ri. Yo'naltirib, anaqa nima deydi? Professional target orqali yoqiladi, Facebook orqali yoqiladi dedim-da. Aniq yo'naltirib mijozlarni tortib beradigan reklama yoqamiz, sifatli dedim-da. U ham qiziqib ketdi.